İsset mening yoshligim, İsset mening yoshligim. Voy, mening yoshligimdan qiynanamning oyog'ining poshnasi yaxshi. Qiynanam menga o'xshashli yo'g'onli kavdan birini ko'tarib chiqibdi, kav samsa etimizda. Bo'p berdi, endi qiynapamga bu yo'g'on kav to'kkicha, kav go'shdan kav qo'shan, kav samsa 8 manta to'piga 5 manta deb. Qiynanam talab qilgandek bu kavmi ajoyib chiroyli seriq chiqdi. Taranch kelinning yo'g'on kavini ko'ribli beshidan chambar chiqdi. Bugungi filmda bo'lsa salomlarim sal boshtaroq chiqdi. Ham salomlarimni boshlab, qiynanamni kavaqlang deganga to'yg'izib, yo'g'on oqlabla tashlab. Men kep qoldim qizlar. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelin Muyassardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Taranch kelin, paranch kelin deb qiziq paranglarimni olib keldim. Ey mush qiynapamga o'xshash bir tal kavini tutib olsa, to'xtamasdan ash kav to'g'riliqli tamoqlar yetirgan qiynapanglar bor qizlar, chiqinglar pinglunchoq paranglish baqayli. Bo'ldi, endi yurimizda bir haftaga ichimizni sog'atib. Ichimiz sog'asin mayli, endi hojatxonamiz ag'irdigan ish bor. Ochig'imda kavin yo'g'a axlaplam, ha jib to'g'raplib taychi buni tozash ko'zimga ko'rinmasin deb valaq uliqli yala to'g'ra ketpagan yerlarim bor. Yo'g'a aqildim deb ba'zi yerlarni ko'k yerlar qepli qopdi. Bo'ptilar, uni qacha olima to'g'raplib taylar deb mening aytim hafiz birdamni qilim bakiz deb to'g'raplib etdim. Bush qiynapamga udul dalamayotgan bir yig'i so'zim bor ballar. Bush qiyim qilish mashinasini zodi nimaga ishiltirgandi bush qiynapam. Yo'g'andan yo'g'an qiyim qilish mashinasini ilib olganimizga necha yil bo'ldi. Ya kav to'g'amaymiz, ya go'sht to'g'amaymiz. Nima to'g'raymiz kintan? Chaynalida bu deblamış qo'limizda to'g'atib tetda kavunimi. Hey bir patman kavuni qo'limda to'g'aqich xeyli holimdan ketdi. Bu filmni retlab bo'g'ich kanaylardan ketdim. Qizlar yurak bermasa bo'ldi, hushimdilik ketdi. Yurak berasa qizlar, ha go'njo qilasizlar qizlar, men go'njo qilmaganlar yama ochiqni keltirib barsizlar qizlar, nima bo'ldinglar? Yaxshi ko'masa qoldinglarmi ya meni? Bugun qiynapam kavda kavshansamiz qilmoqchi. Shunlashqa buning rad tartibini bir-birlab debamisam qizlar ile ezib ketadigan ish chiqdi. Azroq qalmayga sumayni aralashtirib javro qo'yiblam qiynapam mangdi kofanga. Kofanga mash qo'yib qo'ygan emas, men shuni to'pi qo'yib qo'ymsak ermaydi bu deb eshagli qo'yib qo'ydi. 2 kun bo'ldi chag'anliq basqa mallarni to'yim buning to'xtamasdan to'shib akilib, mush kofanga mal patmay oxir malning yermini o'ylig'i qo'ydi. Basqa malni oldin ola ap bo'lib tavxonimi tugitib bo'ldik. Shuning bilan tavxon tugidi qizlar. Bu sen qo'riq yo'qtishmayim ba. Qo'riq yo'qtishdimiz 20 ming tal malni buyurtib olgandim. Ey bizning qizlar xatarlik tavxot tugusimiz qo'riq yo'q hujum qilib o'tdi bu qizlar desam tavxot tugmay turiblam bu bo'siyindan 10 ming tal tugabdi. Endi hozir 10 ming tal mal ba hanim bo'sish qilib tavxot kay yetidi. Hasir qarudni evlinglar basuratni bisib kirib yanday falivin qo'riq anandikan dog' ba qizlar cho'qimaylanglar. Terini ko'tirish, qo'riqqa qarishtirish, andan ushaq qo'riqlarni yo'qotish unumi bek yaxshi qizlar. Terimizni bek suzuklaştirdi. Shuning bilan qiynapam bugun va'dasi turib kavsam salima deb hammani o'zi qilishni boshladi-da, meni faqat kavul to'g'rab bering degan. Manda o'ylab baqsam bu kavtamqida etishda eng tas narsa shu kavu to'g'rashgan qo'ballar. Qachılarni yupbasa, kavlan to'g'rab bas, kavman etish nimga oson, kavsam selish nimga oson. Shunga qiynapam 2 kunda birli kav ko'tirib chiqyapti-da. Uyimizda Hafizxonning birsi va birdamda to'g'ri o'tdi deb. Voy, bo'pti qizlar. Qachongacha qiynanlar bizga qiynanlik qilaverdi. Biz kelinlarni qiynanlik qilib baqayli deb qiynanamning beshi turib xemelan jo'qatqizib oldim. Hal qizil yuzlik odam bo'lgandiki, yanimiz qilmizga akiling apa men chaylay desam, chayliginimni yaratmadi, yana qo'limdan tortib o'zi chayladi. Moshda yalar va emasmi qiynapamning ish yaratmaydigan. Ey balam o'zim chaylayman bo'ldi, akiling siz chay qondiramaysiz deb tozash o'zi deganning chay. Xemening chaygi qondodi. Endi bu xemen jo'g'raydigan chaq nima soldi ballar? 2 tal tuxum bilan 2 qo'shiq, kichik qo'shiq tamdi. Xemet turib soldi. Shuni bilan azroq abaq eritib olgan quyib oldi. Xemeni bakmi ching emas, bakmi bo'sh emas, normal jug'urib etgandan keyin akavining qiymasiga azroq tuz bilan zirseplam aralashtirib uni tayyor qilib oldi. May quyvatdi kavining qiymasiga ilqi suluq bo'ladi debchi. Ishni buzisiz deb yiqimi keltirmidi. Bo'pti deb o'tadim. Shuning bilan bu xeme degan yeb ketib bordi opam degan. Qiynana kav samsa, kav qo'shan, kav manta degan tamoqlarni ikkinchi bir atmayli nima degan jopaliq tamoqlar. Yegingiz kelib qasmi akirpira 2 qo'yga bir tili 5 qo'sim qo'sqingiz to'yali debdimi? Ya veremsiz bazardan balam bundan narsalarni o'ydimi tayyor qila oladigan narsa nim deb bazardan yeytdingiz? Voy bazardan yevergan bilan ochiq quruq qo'ng to'shmabdi deb pul to'shmaydi bo'lam deydi. Yaqindan yoq topgan pulringiz oilasi halarini to'liqlab chaqqan narsangizdan o'rniga yengini to'liqlab xeyli chiqimda olib qoldingiz. Shunlashqa jim o'tiribman uy degan tamoqlarni deydi. Menga hozir qiynapam qattiq kavsam selishni o'yitib bir yalakchi bunda tavoq qilib yoki tamoq qilib opamoqchi bo'lib qolsangiz bolam. Yog'i qaraganda uyda ajr qilib assangiz bu tamoqni shunda hurmat bo'ladi qarang deb melad uyga ketib bordi. Bir yeyim xamirda mushta yoydi. Anandikin bayamqa eritib olgan kalmay bilan sumayni tangshab eritdi-ku. Oshuni chiliq qilib to'piga mayladi. Sal umdan qilib maylisi bor-ku qizlar. Tekshet ugulib turdi ekan masamsa. Ondan to'piga yana bir yeyim xamirni chaplab levatdi. Uning to'piga yana mavi mayni mayladi. Ondan o'tiribmish dugultib qoldi. Ha buni mana mishda dugultib ip bo'lgandan keyin yo'gaymizga buni to'xtamasdan to'lg'ab, burab ashta qilib o'timiz kanda bu ximini. Anonki yana mishda kichik qilib kesib
Cilt açımızga. Yaman beka turketdingiz tükeştiramsiz deydi qiynapam. Töksem tügdim deplam kaosam siz tügishni başladım. Oturup kaosam siz tükeş yiliqi bultoqi balpiranik vaqasini eslab kulib ko'zlarimni yoshildim. Bir chiroyli balpiranikni kavshanga silib tokni chatmasdan, oxiri o xemir ichida turib muzlab erib bir-birisiga chaplashib yiliqi balpiranikning ichidan dadis chiqib ketgan vaqa-chu qizlar. Mo'shunchalar rat tartiblarni qilib bo'g'icha shulapli ketdi. Qosa qashdi, jon qashdi deb ma uchi ochliq e'lon qilib yotdi. Kavşağını tok içitip balam ay yandı mı yanmadı mı çıraklarını ondan tekşiren. Eli bir kamanın içinde mi dadısı çıkıp ketmesin diyen makul dep. Kavşağını diyen yandırıp obdan kızıtıp tayarlıkını pıhtı kılıp anın komnan seyrikini muşu her bir muşu samsının töpüge milidim. Sop seyrik çıraylık çıkıdı o rengi diyen tekin yapam. Aldım kıtımı kıp bakkan yazda. Şundam çıraylık çıkkan. Makitim çıkarak sürkeyi çödep hem yeri tekşi kılıp sürüp aldım. Kıynapam bir taraftan ana yuğatıp bunu töpüge dügültüp kıp boğuça ülgemeyli kaldı. Makosak içip ketkenlerinin aldın koskun toydurup duraylı dep. Bir yerim kavşağın çıkıp da samsa. Şunu olan seletiverdik. 200 gradusluk o'tda 25 minut qil to'g'irladim-ku, to'g'irg'andi qizlar. 10gacha vaqtmi to'shibdi. Shuni bilan qarab baqsam, ammo sal qizarib optoyliqqa sal o'tkit qaptira qizargan oldi. Bo'lmasa, shunchilikmi chiroyli chiqibdi. Ma birinchisini ko'rib ishtibga o'xshaydi demanglar qizlar. Bugun kashkichik kavsham samsining vaqasi va bizga yana 4 yem ximir ba yeb, mushta tugib, mushta soladigan. Nemanchilar jiqilib olgan bo'g'itingiz olib barsam, siz bilmaysiz, qo'shnilarim chiqatmay deydi. Bugun kunim samsi silish bilan o'tadigan o'xshaydi qizlarim. Sizlar ma'qul xayr xo'sh go'nji qo'linglar ko'rishaylik.